Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan shaxsning o'z-o'zini anglashi va men konsepsiyasi mavzusida uchrashib turibmiz. Bevosita bugungi uchrashuvimiz negizida siz bilan birga ikkita reja asosida gaplashamiz. Birinchi reja shaxsning subyektiv xususiyatlari va men konsepsiyasi. Ikkinchi reja esa men tushunchasini ilmiy tadqiq qilish va William Jamesning qarashlari. Demak, rejalarni yozib olishga ulgurgan bo'lsangiz, bevosita mana shu rejalar xususidagi mulohazalar bilan tanishishga o'tamiz. Shaxs ijtimoiy munosabatlarning subyekti va obyektidir. Bevosita mana shu rus tadqiqotchisi Kovalyov tomonidan shaxsga berilgan munosabat xususida to'xtaladigan bo'lsak, shaxs bu ijtimoiy munosabatlarda ham obyekt, ham subyekt masalasida namoyon bo'lish xususiyatiga ega. Chunki shaxs sifatida inson shakllanlar ekan, shaxslararo munosabatning subyekti va obyekti bo'lishga har doim harakat qiladi. Demak, jamiyatda yashashning, shaxs sifatida shakllanishning asosiy shartlaridan biri subyekt va obyekt o'rtasidagi munosabatlarga erishishning shartidir deb baholasak, bevosita mana shu Kovalyov aytgan ta'rifga yaqin fikrni ta'kidlagan bo'lamiz. Bevosita mavzumizga qaytadigan bo'lsak, amerikalik psixolog Gordon Allportning ta'rifiga muvofiq, shaxs bu hayot jarayonida shakllanuvchi individual, o'ziga xos psixofiziologik tizimlar, shaxs xususiyatlari yig'indisi bo'lib, u asosida ushbu insonga xos bo'lgan tafakkur va xulq-atvor yuzaga keladi, shakllanadi deb bevosita ta'kidlab o'tadi. Demak, individ bo'lib tug'ilgan har bitta inson shaxs sifatida shakllanishi uchun nimalar zarur bo'ladi? Bu kabi zaruriy savol har bitta insonga va uning ijtimoiylashuv bilan aloqador bo'lgan jarayonda berilishi tabiiy. Demak, inson sifatida tug'ilgan har bitta individ ijtimoiylashuvni o'z boshidan o'tkazishi, ongga ega bo'lishi, o'zining o'sha turmush tarzi, shaxslararo munosabati va voqelikdagi anglangan munosabatlariga muvofiq ongning shakllanishiga erishishi va har doim faollikni nazarda tutishi albatta insonni shaxs sifatida shakllantiruvchi asosiy mezonlar sifatida baholanadi. Hozirgi zamon jahon psixologiyasida biologik va ijtimoiy omilning voqelikning ta'siri ostida shaxsning shakllanishi asosan yuksak mavqeni egallab turibdi. Ana shu g'oyalar bevosita insonning o'sha ichki psixik, ya'ni endopsixikasida namoyon bo'lishi hamda egzopsixik, tashqi munosabatlarda namoyon bo'luvchi sifatlarni qamrashga bevosita xizmat ko'rsatib kelmoqda. Sergey Leonidovich Rubinstein bo'yicha shaxs strukturasi quyidagi ko'rinishlarga ega deb tushuntirishga harakat qilmoqchimiz. Demak, shaxs sifatida shaklanar ekanmiz, bevosita insonning yo'nalganligi birinchi qadam sifatida qaralishi zarur. Demak, inson yo'nalganligining bevosita sharti sifatida ehtiyojlar, uning qiziqishlari, ideallari, uning e'tiqodi, yetakchi motivlari, xulq-atvori hamda dunyoqarashining namoyon bo'lishini ta'kidlab o'tishimiz zarur. Shuningdek, yo'nalganlikdan keyingi bosqichda shaxsning bilimlari, ko'nikmalari va malakalari asosiy o'rinda turadi. Inson uchun shaxs bo'lib shakllanishda bilish, o'qish faoliyati hayotning o'sha zarurati sifatida baholanadi. Demak, inson yashar ekan, shaxs sifatida shaklanar ekan, bilim olish, o'qish faoliyati hayotning asosiy shartlaridan biri ekanligiga alohida urg'u beriladi. Sergey Leonidovich Rubinstein bo'yicha insonning o'sha shaxsning strukturasidagi uchinchi qatlam bevosita uning individual tipologik xususiyatlari deb e'tirof etiladi. Bunga asosiy o'sha tarkibiy qismlar sifatida shaxsning temperamenti, xarakteri va qobiliyatlarining namoyon bo'lishini ta'kidlab o'tamiz. Demak, temperament, xarakter hamda qobiliyat
shaxsning individual psixologik xususiyatlari sifatida xizmat ko'rsatadi va bu sifatlar bizni boshqalardan ajralib turishimizni, boshqalarga o'xshamasligimizni, o'ziga xosligimizni, individualligimizni va yakkaxonligimizning asosiy belgilari sifatida xizmat ko'rsatadi. Men konsepsiyasi bu faqat men kimman degan savolga javob emas, balki quyidagi jihatlarni o'z ichiga qamrab olishi bilan belgilanadi. Demak, men konsepsiyasining tarkibida dastlab kognitiv komponent bilish, insonning o'zi haqidagi bilimlar asosiy o'rin tutadi. Ikkinchisi emotsional komponent bo'lib, uning his-tuyg'ulari, o'ziga bo'lgan hissiy-emotsional munosabatlari ikkinchi pozitsiyada xizmat ko'rsatadi. Demak, men konsepsiyasining keyingi bosqichida xulq-atvor komponenti bo'lib, insonning o'ziga bo'lgan qarashlari, uning xatti-harakatlarida namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Men konsepsiyasining asosiy tarkibiy qismlari esa quyidagilarda o'zligini namoyon qiladi. Real men insonning hozirgi o'zini qanday ko'rishi. Masalan, men hozir oddiy talabaman, men hozir oddiy o'qituvchiman, men hozir oddiy ishchiman va hokazolar. Ideal men inson qanday bo'lishini xohlashi bilan belgilanadigan men tushunchasidir. Masalan, men kelajakda muvaffaqiyatli psixolog bo'lishni xohlayman. Yoki bo'lmasa, men kelajakda yetuk tadbirkor bo'lishni xohlayman va hokazolar qabilidagi xohish va istaklarimiz bilan namoyon bo'luvchi men strukturasi. Shuningdek, keyingi men sifatida biz ijtimoiy menni alohida ta'kidlab o'tamiz. Boshqalar meni qanday ko'ryapti? Boshqalar men haqimda qanday fikrlayapti? Qanday o'ylayapti? Bu har bitta inson uchun qiziq bo'lishi bilan ahamiyatlidir. Masalan, odamlar meni aqlli deb o'ylaydilar yoki odamlar meni harakatchan deb o'ylaydilar. Odamlar meni tirishqoq deb o'ylaydilar. Odamlar meni mehnatsevar deb o'ylaydilar. Odamlar meni tolerant deb o'ylaydilar va hokazo qabilidagi insonning o'zi haqida odamlarning fikrlarini taxmin qilishi bu o'sha biz aytib o'tganimizdek ijtimoiy men tushunchasini qamrab oladi. Endi shu yerda bitta haqli savol, men konsepsiyasi tug'ma emas yoki shakllanadimi? Demak, sizningcha men konsepsiyasi tug'malikka xosmi yoki hayot davomida shakllanish xususiyatiga egami? Demak, men konsepsiyasi bevosita shakllanish xususiyatiga ega. U insonning hayoti, shaxslararo munosabati, faoliyati, erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatlari va erishgan yutuqlariga muvofiq ravishda shakllanadigan jihat hisoblanadi. Men tushunchasining ilmiy tadqiq etilishi va William Jamesning qarashlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, turli psixologik yo'nalishlar bu tushunchalarni har xil talqin qilishga harakat qiladilar. Men insonning o'zini anglashi, o'ziga munosabati va atrof muhit bilan aloqasini belgilovchi asosiy mexanizm sifatida qaraladi. Psixoanaliz yondoshuvi asoschisi Sigmund Freud menni ego, shaxs tuzilmasining muhim qismi sifatida ko'radi. Humanistik psixologiya vakillari, xususan Karl Rogers hamda Abraham Maslow menni shaxsning eng muhim yadrosi sifatida talqin etishga harakat qiladi. Ijtimoiy psixologiyada esa men jamiyat bilan o'zaro munosabat jarayonida shakllanadi deb qaraladi. Kognitiv psixologiya menni inson ongida bilimlar va tasavvurlar tizimi sifatida izohlaydi. Bu yo'nalishda men insonning o'zini qanday qabul qilishi, qanday fikrlashi va o'z xatti-harakatlarini qanday boshqarishi bilan bog'liqdir deb tushuntiriladi. Behavioristik yo'nalishda esa men tushunchasiga kamroq e'tibor qaratiladi. Ushbu yo'nalish vakillari, jumladan John Watson, Bernard Frederick Skinner, psixologiyada faqat kuzatish
kuzatiladigan xulq-atvorni o'rganish kerak deb hisoblaydi. Ularning fikricha, inson xulqi tashqi muhit ta'siri ostida shakllanadi. Demak, bifeodistik yo'nalish namoyandachilarining fikrlarini inobatga olganda, e'tibor qaratganda, insonning men tushunchasi bu tashqi shaxslararo munosabat yoki tashqi ta'sirlarning natijasi sifatida baholanayotganligiga e'tibor qaratish mumkin. Ijtimoiy psixologiya sohasida tadqiq olib borgan mutaxassislarning aksariyati o'z tadqiqotlarining asosiy yadrosi sifatida Gordon Olbert, William James kabi psixologlarning nazariyasiga tayanishga harakat qiladi. Ulardan biri William Jamesning shaxs nazariyasida shaxs meni haqidagi fikrlarni to'liq ifodalay olgan desak bo'ladi. William James shaxs meniga xos ikki aspektni ajratib ko'rsatadi: empirik men va haqiqiy men. Empirik men insonning nimaniki o'ziniki deb atay olgan barcha narsalarning yig'indisidir deb tushuntiradigan bo'lsa, haqiqiy men esa insonning hozirgi hayoti bilan bog'liq bo'lgan, hozirgi erishgan muvaffaqiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tasavvurlari va e'tiqodlari majmuidir. Demak, hurmatli talabalar, siz bilan mana shu ikkita reja asosida fikrlashga, ma'lumot almashishga harakat qildik. Mavzu tushunarli bo'lsa, vaqtni inobatga olgan holatda keyingi darsda ko'rishguncha deb qolaman. Mavzuni yaxshi o'zlashtirishingizda sizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.